Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Sankt-Peterburg hamda Moskva shahrida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, sizlarga 100% ishonchli, bazasi toza registratsiya, трудовой договор, уведомление xizmatlarini taklif qilamiz. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga imo, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatlar 100% ishonchli hamda tezda tayyorlab beriladi. Assalomu alaykum. Eron Kuvaytdagi AQSh harbiy obyektlariga yana zarba berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Eron qo'shinlari Kuvaytdagi AQSh harbiy obyektlariga yana zarba berganini ma'lum qildi. Islom Respublikasi armiyasi dronlar yordamida Al-Udayri lagerdagi AQSh terrorchilik armiyasining o'q-dorilar omboriga, shuningdek Kuvaytdagi Ali As-Salam bazasidagi jihozlar va shaxsiy tarkib joylashgan angarlarga zarba berdi, deya Eron davlat teleradio kompaniyasi harbiylar bayonotida iqtibos keltiradi. AQSh Eronning Bandar Abbosdagi eng muhim portini boshqa hududlardan uzib qo'ydi. Kechadan beri Eronning Hormuzgon viloyatidagi ko'prik va yo'llarga berilayotgan havo zarbalari Amerika harbiylariga Bandar Abbos shahriga kirish yo'llarini to'sib qo'yish imkonini berdi. Ushbu shaharda Eronning konteyner tashuvchi kemalari uchun mo'ljallangan eng yirik port terminali joylashgan. Bu haqda Telegraph nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, shahar Hormuz bo'g'ozining eng tor qismidan 60 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, u orqali sanoat uskunalari va iste'mol tovarlarini ta'minotining 50% dan ortig'i, shuningdek, xom neft ta'minotining 90% dan ziyodi o'tadi. Bandar Abbosni mamlakatning qolgan qismi bilan ko'priklar va temir yo'l bog'lab turar edi. Hozirda ular vayron qilingan. Qayd etilishicha, ko'priklarga berilgan zarbalar AQSh tomonidan Jeneva konvensiyalarining buzilishi masalasini o'rtaga chiqarmoqda. Qayd etish joiz, AQSh harbiylari ketma-ket 8-kun Eron Islom Respublikasini bombardimon qilmoqda. Bugun 19-iyulga o'tar kechasi tunda Eron janubidagi Hojobod shahriga zarba berilgan. So'nggi 5 kun ichida amalga oshirilgan 4 ta zarba oqibatida raketalar va uchuvchisiz uchish apparatlari o'nlab amerikalik harbiy xizmatchilarni yaralagan. Bir nechta vertolyotlarga shikast yetkazgan hamda muhim harbiy obyektlarni nishonga olgan. Eng ko'p qurbon berilgan muhim Azraqdagi Muvaffaq as-Salti aviabazasida sodir bo'lgan. 2 nafar amerikalik askar halok bo'lgan. Bir harbiy xizmatchi bedarak yo'qolgan. Yana 4 nafari jarohatlangan. Bundan 2 kun avval aynan shu bazaga zarba berilgan bo'lib, buning oqibatida 20 ga nafar yaqin harbiy xizmatchi yaralangan edi. Yana bir zarba Iordaniya sharqidagi bazada ko'plab vertolyotlarga shikast yetkazgan. Undan oldingi hujum esa turar joy obyektiga to'g'ri kelib, bir nechta amerikalik harbiylarni yaralagan edi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'ozi to'liq yopilganini ma'lum qildi. Bayonotda aytilishicha, AQShning Erondagi fuqarolik infratuzilmasiga bergan zarbalarga javob sifatida Bahrayndagi AQShning dengiz dronlari ombori va nishonlarni aniqlashda qo'llanilgan sun'iy intellekt markaziga zarbalar bergani iddio qilindi. Qisr shuningdek, janubiy yo'lak orqali o'tishga uringan 2 neft tankeri minalarga uchrab yonib ketganini va yana 4 ta kema Hormuz bo'g'ozida to'xtatilganini bildirdi. Bu da'volarni AQSh harbiylari tasdiqlamagan va ayrimlarini rad etgan. Tehron AQSh zarbalar davom etsa, Amerika harbiy bazalari va joylashgan davlatlardagi AQSh kompaniyalarining muhim sanoat va texnologik obyektlarga ham zarba berishdan ogohlantirdi. Eron Saudiya Arabistonidagi AQSh harbiy bazasiga ballistik raketa uchirgani aytilmoqda. Bu haqda Axios nashri AQSh ma'muriyati rasmiylariga tayanib xabar bermoqda. Eron Saudiya Arabistonidagi AQSh harbiy bazasiga ballistik raketa uchirdi, deb yozgan manba, va bu Eronning Saudiya Arabistoniga taxminan 4 oy davomida birinchi to'g'ridan-to'g'ri zarbasi ekanligi qo'shimcha qilingan. Shu bilan birga Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Kuvaytdagi AQSh harbiy nishonlariga muvaffaqiyatli zarba bergani da'vo qildi. Uchuvchisiz uchish apparatlari Al-Udayri lagerdagi o'q-dorilar omboriga, Ali As-Salam bazasidagi shtab-kvartira binosi va o'q-dorilar omboriga va Kuvaytdagi va bir nechta aloqa markaziga zarba berdi, deyiladi bayonotda.
Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi shuningdek Iordaniyadagi AQSh harbiy nishonlariga muvaffaqiyatli zarbalar berganini xabar qildi. Dronlar Iordaniyadagi Al-Azraq aviabazasidagi yoqilg'i baklariga ham zarba berishdi, deyiladi bayonotda. Al-Azraq mintaqadagi AQShning asosiy harbiy bazalaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, Eron Bahrayndagi AQSh harbiy obyektlariga ham hujum qildi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Bahrayndagi Amerika harbiy inshootlarini muvaffaqiyatli yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Ta'kidlanishicha, zarbalar AQShga tegishli uchuvsiz uchish apparatlari saqlanadigan omborga qaratilgan. Bundan tashqari, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Eron ichidagi nishonlarni aniqlash uchun ishlatiladigan asosiy sun'iy intellekt markazini butunlay yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Unda Eron qurolli kuchlari hujumida ballistik raketalar va UAVlardan foydalangani ta'kidlangan. O'z navbatida Shafaq News xabar berishicha, Iroqning Erbil shahridagi AQSh konsulligiga yaqinlashib kelayotgan 4 ta dron havo mudofaasi tizimlari tomonidan yo'q qilingan. AQShning Eronga qarshi 7-kun tungi hujumlarida kamida 3 kishi halok bo'ldi. AQShning Eron janubidagi Hormozgon viloyatidagi bir nechta tumanlarga bergan zarbalar natijasida kamida 3 kishi halok bo'ldi va 8 kishi yaralandi. Bu haqda Tasnim axborot agentligi mahalliy hokimiyatga tayanib xabar bermoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, favqulodda xizmatlar, huquqni muhofaza qilish organlari va boshqa tegishli idoralar voqea joyida ishlamoqda. Ayni paytda IRNA agentligi AQSh qurolli kuchlari Bushehr viloyatidagi Shohada shahriga zarba berganini, ammo qurbonlar yo'qligini xabar qildi. Xuziston viloyatidagi Omidiya shahrida ham portlashlar sodir bo'ldi.